Bizni qayerdan kuzatayotgan bo'lsanglar ham bittadan layklarni urib olib, inshaalloh ishlarimiz boshlandi. Open budjetdan yutilgan asosiy katta yo'llarimiz asfalti boshlanyapti. Yurtda yurganlar, musofirda yurganlar, hammalaring yaxshimisizlar? Assalomu alaykum hammalaringga. Tepa qishlog'idan gapiryapmiz. Juda ham qizg'in ishlar boshlanyapti. Xudo xolasa musofirda yurganlar duoda bo'lib turinglar. İşlerimiz boshlandi inshaalloh. Ko'proq musofirda yurganlar katta asfaltli yo'li qachon boshlanadi, asfaltlari degan savollar juda ham ko'p bo'lib ketgan. Mana boshlandi. Bittadan layklarni urib tomosha qiling, mazza qiling, duo qilib qo'ying. Mehnat qilayotgan insonlarga. Albatta keyin kommentariyada qayerdan kuzatyapsiz bizni? Albatta kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar. Biz xursand bo'lamiz. Yana ham ijodni kuchaytiramiz. Kunda bo'layotgan ishlarni sizlarga ko'rsatib boramiz inshaalloh. Biz videolarimizni musofirda yurgan aka-ukalar ko'rib maza qiladi. Xuddi ishdan kelib, charchab qishlog'imizni bir tomosha qilib qo'yaylik degan fikrda bizning kanalimizga kiradi. Albatta obuna bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni kanalimizni rivojiga rivoj qo'shinglar. Xudo xolasa sizlarga shunaqa yangiliklarni tashab boramiz. Xudo xolasa 2025-yilda Qoratepa qishlog'i asfalt bo'lmagan joy qolmaydi, xudo xolasa. Qadrdonlar, aka-ukalar, shunaqa niyatdamiz. Barchamiz hammalaring sog' va salomat bo'linglar, aka-ukalar, qadrdonlar. Qaytarib o'taman, albatta fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz. Siz qayerdan kuzatyapsiz? Biz albatta o'qiymiz kommentariyalaringizni. Xursand bo'lamiz. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov sizlarga xizmat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, qadrdonlar.